Men sirkni yoqtiraman. Bu yerda hamma narsa meni kuldiradi. Lekin o'shanda men bilmagan ekanman. Odamlar qo'rqadigan sirk borligini o'ylamadim ham. Qo'rqish va dahshatga soladigani borligini. Aniblatova taqdim etadi. Qo'g'ircholar sirki. Birinchi qism. Pardalar ko'tariladi. Yaqinda sana chiqishing, tayyorlandingmi? Ketaman. Kelib qolinglar, olib qolinglar. Storo sirkiga kelinglar. U yo'lda juda kulgili. Unga yetib borish uchun bekatga boringlar. Staro sirkiga kelinglar. Hamma sirkka kelsin. Kelinglar, kelinglar, olib qolinglar. Kechirasiz. Ammo eshitishimcha mana sirkka olib borasizmi? Uydan qochgan. Bo'la-ku. Ko'rinishidan yaqinda qochgan. Bekordan bekorga qochmagan. Yo'q, bunaqa narsalar haqida men o'ylamasligim kerak. Bo'lmasa men yana parod qilib qo'yaman. Nima? Unga nima bo'ldi? Buni bunaqa qoldirib keta olmayman. Hoy, sen. Yo'q, kasalligim qo'zima. Kimdir kuldirishim kerak. Kimdirgam. Iltimos qilinglar. O'ldi. O'laman. Men qutqarildim. Bo'lakay, to'xta. Men minnatdorchilik bildirmoqchiman.
Qutqar! Qotillar! Hech kim buni sezmadi. Ular juda yaxshi bekitishdi o'zlarini tanasi bilan. Nima qilay? Ular hozir bilan o'g'irlashdi-ku. Ha, bo'ldi, yetadi. Men xato qilgan bo'lsam, keyin kechirim so'rayman. To'xta. Voy, sen o'g'irlashmoqchiman. Bo'lmasa sizlarni politsiya uchastkasiga olib boraman. Voy, maoshli yordam. Kuchli ekan. Nima? Menimcha o'z qo'lini chiqazib yubordi. Bo'lishi mumkin emas. Kim bular? Voy, tezroq qochdik. Ha, eng yaxshi yo'l shu. Ogo, ular kim edi? Zarbalarim ham ishlamadi. Bu juda kuchli ekan ular. Ayab, sizni yuzingiz o'ylaganimdan ham qo'rqinchli ekan. Og'zingni yop. Sening chekkan tufayli bu holatga tushdik. Kechirasiz. Juda yomon. Yana to'moq. Kechirasiz. Qo'l. Hammasi siz bilan gaplashganim tufayli ham aka. Qo'l dedim. Kulasam yomon pashini biz tashiyman hozir. Ammo siz nima deyotganingizni tushunmayapman. Oh, bo'ldi. Men Narumi Kata. Sanchi? Masaru Sayga. Boshlang'ich maktabning 3-sinfidaman. Shunga o'xshabdi. Juda g'alati bola ekansan. Bo'tdi nima bo'tdi o'zi? O'g'ani odamlar odam o'lganidan keyin ortimdan kuzatib yurishibdi. Sanading yo'qmi? Amaki, siz Sayga kompaniyasini bilasizmi? Ha? Sayga? IT texnika va mashina chiqarish kompaniyasi-ku. Mana adam bu kompaniyaning direktori edi. Ogo, sen boyvachcha bola ekansan. Lekin direktorning o'limidan keyin g'alati odamlar paydo bo'lgan bo'lsa, ishimiz bachava. Sanoating qanaqa bo'ldi? Avariyaga uchrab halok bo'ldi deb eshitdim. Bu holat juda g'alati edi. Nima ekan? Bu ishga qo'g'irchoqlar aralashgan. O'shanda o'lgan dodamning so'zlari yodimga tushdi. Wow, bu ajoyib, dodajon. Sen hayronmisan? Sayga oilasini hammasida bunaqa xona bor. Adamda ham bormi? Albatta. Nimagadir Sayga oilasidagi yigitlarda bunga qiziqishi bor. Agar qo'g'irchoqlardagi mexanizmni to'g'irlashsa, ular qimillashadi. Biz ularni ko'ra-ko'ka qo'g'irchoqlar deb ataymiz. Shuning uchun ham Sayga oilasi har xil yo'nalishda eng katta rol o'ynaydi. Sayga oilasini ko'p milliardli puli bor. Va qachondir bularning hammasi seniki bo'ladi. Ha, adam menga aytuvdilar. Lekin men ularni tushunmayman. Shunaqami? Bo'lsa kerak. Shu tufayli ham sen shunaqa qiyinchiliklardan o'tishing kerak. Nima haqdasiz? Masaru, men senga aytadigan gapga yaxshiroq quloq sol. Agar sen hali yosh bolaligingda g'alati narsalar bor bo'lsa, bu chimodonni olib qoch. Shiragan seni albatta himoya qiladi.
Bu Shiragane kim ekan? Bilmayman. Lekin dodam aytishicha, u menga eng yaqin odam bo'lar ekan sirkda. Tushunarli. Mana nimaga sen sirkka borishing kerak ekandi? Lekin bu sirkni emas, politsiyani ishi. Menimcha ular seni pulingni olishmoqchi. Yo'q, Sen shu yerga chiqyapsan de. amaki. Ey xunuk bashara, men hamma narsani tushundim. Tushundimmi? Boshqa o'zim ushlabtirmayman. Senga Xitoyda o'rgangan kampoyimni ko'rsataman. Qatamni qo'ch. Deyman maraz. La'nati. Men majburman. Uni qochib ketishga yo'l topishim kerak. Bunisi nima? Sizlar o'zi jinnimisizlar? Shundoqlar. Qo'g'irchoqlar. Amakijon, kechiring. Buni hammasi men tufayli. Bu juda yomon. Siz meni qutqara olasiz deb o'yladim. Shuning uchun men siz oldingizga keldim. Kechirasiz. Kechiring. Narumi. Bitta o'zim o'lishim kerak edi. Bunga sizni qo'shmasdan. Taslim bo'lma. Sen xato qilmading. Qiyin paytlarda bir-birimizni qutqarishimiz kerak. Agar sen buni qila olsang, yolg'izlikni yuta olasan. Sababsiz qayg'uga tushmaslik kerak. Lekin hech narsa qo'limizdan kelmasa, hech qachon tabassum qilishni to'xtatma. Narumi. Narumi. Bu Shiragane. Shiragane. Bo'lmagan gap. Bu odamni yo'q qo'g'ircholigini ham bilmayman. Men nima qilishni ham bilmayman. Taslim bo'lma. Shiragane. Shiragane. Mana xo'jayinim, iltimos qochib turing. Arliking. Ajoyib. Kim bu? Bu siz ekansiz-da, Shiragane. Hammasi yaxshimi? Xo'jayin Masaru. Ha. Rahmat. Qanday yaxshi. Men nihoyat sizni uchratdim. Bo'g'ilyapman. Kechirasiz. Lekin bu ajoyib qo'g'irchoq ekan. Bilasizmi? Sizni dodes uni Arliking deb chaqirgan. Sizni dodes bizni Fransiyada yashaganimizni ishga olgan.
Ular sizga enaga bo'lganlar. Nima? Men hech qachon Fransiyada bo'lmaganman-ku. Bo'lgansiz 7 yil oldin. Siz endi 4 yoshga to'ldingiz o'sha payt. Shuning uchun ham eslolmayapsiz. Men esa 11 yoshda edim. Sizni do'dingiz bizani juda qiyin holatdan qutqardilar. Lanata, bular kim edi? Hammasi yaxshimi? To'xtang. Kimsan? Yaponiyalik emas. Kumush ko'zlar. Va sochlari ham kumush. Va bu qiz menga dushmandek murojaat qilyapti. Men bu sirtda ishlayman. Yaxshiroq kimligini ayt. Masaru u g'alati ekan. Va bu qo'g'irchog'ingga nima qilgan? Masaruga hujum qilganlarga o'xshar ekan. Bu bolani do'dasi menga qo'g'irchoqlarni boshqarishni o'rgatgan. Va nimadir bo'lganda, men Masaruni himoya qilishim kerak deb o'rgatganlar. Va bu qo'g'irchoq bilan men hujum qilaman. Menga hali ham ishon bo'lmaydi deb o'ylayapsanmi? Bo'lmasa Masaru qochganda sen qayerda eding? Masaruga yordaming kerak edi. Masaru bitta o'zi edi. Qayerda eding? Man u chechigagina. Ikkalinglar bas qilinglar. Mana xo'jayinim. O yo'q, xo'jayinim. Kechiring meni. Men tez yordamni chaqiraman. Yo'q, bu juda xavfli. Sen nima qilmoqchisan? Shifokorga olib borib ko'rsataman. La'nati. Bo'lmasa sizlar bilan boraman. Yo'q, hozirdan bu senga tegishli emas. Bolakayni men himoya qilaman. Odatiy hayotingga qaytishing mumkin. Ha, mayli. U Masaruga dushman bo'lmagani yaxshi. Bunga qo'shib, u aytganida menga tegishli emas. Bunaqalardan uzoqroqda yurish kerak. Muhimi o'zim haqimda ham o'ylashim kerak-ku. Butun yer aholini kuldirmasdan o'lishim xato-ku. Bunaqa holatlar qaytariladi chunki ularning maqsadi Masaruga ega bo'lish. Buni bilib turib, men odamlarni kuldirmoqchi bo'lamanmi? Men unaqa qila olmayman. Agar bunaqa vayronalik davom etsa, tabassum qiladigan odamlar asta-sekinlik bilan yo'qolib ketadi. Nima ularni buzishdimi? Lekin mo'ljal bitta edi-yu. Ha, bu shunaqa edi, lekin bizga xalaqit berishdi. Xalaqit? Ha, bitta havaskor unga yordam bergan. Va bizga o'xshagan bittasi. Va qo'g'irchoni ishlatdi. Bo'lishi mumkinmi? Xavotirlanma. Men o'zim ishimni tugatib qo'yaman. Buni o'rniga sen Burchinellan ishlatishga ruxsat berasan. Qo'ysan. O'ylaganimda ahmoq ekansan. Sen nima qilsan? Endi nima qilmoqchisan? Uni shifoxonaga olib bormoqchi edim. Shuning uchun tez yordamni chaqirmoqchi edim. Sen tushunmadingmi? Bugun yakshanba-ku va taksi bunaqa behayo kiyim olganlarga to'xtamaydi. Va sen hammasini bitta o'zing qila olaman deb o'ylayapsan. Ortimdan. Tegma. Bu meni shaharim va menda tanish shifokor bor. Masaru haqida o'yla. U bizni tufayli unaqa holatga tushdi. Ketdi. Sagana shifoxonasi. Shuncha ko'p qiyinchilik keltirasan deb boru. Kechirasiz shifokor. Seni ish yo'q, lekin qo'li jarohatlangan. Nima bo'lganini so'ramayman. Kattakon rahmat sizga. Bo'ldi. Ja, chiroyli janon ekan-ku.
Amaking samlab faxrlanadi. Hammasi bunaqa emas. Men u bilan har doim urush yuraman. Lekin bu bola boshqacha o'ylayapti. Men tepada bo'laman. Birozdan keyin meni oldimga chiqinglar. Bola dam olsin, dorisi esdan chiqmasin. Xo'p. Nimaga? Sen bizning orqamizdan kelding. Sen hali ham menga ishonmayapsanmi? O'zingni bos. Bu sen uchun emas, Masar uchun emas. Bu o'zim uchun. Agar men Masaruni shunaqa qoldirsam, kechqurun uxlolmayman. Men bunaqa narsalar haqida o'ylayman, tushundingmi? Bunga qo'shib, menga seni yordaming kerak emas. Meni odatiy hayotim oddiy emas. Men senga buni aytmoqchi edim, tushundingmi? Yashayat meni kasalligim tufayli. Harley King. Sen nima bilan kasalligini bilmayman-ku. Lekin sen nima uchun bo'tga kelganingni bilaman. O'zing uchun. Shunaqami? Shunaqa. O'zim uchun. O'shanda men hali bilmasdim. Men va Shiragane amaki Narumi va taqdir toshini o'ynayotganimizni davomi bor. Ani Blatova tomonidan o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berdi Pixel janoblari. Tarjimonimiz Lemni Skatiga kattakon minnatdorchilik. Har doimgidek timing shotik. Bo'pti, endi mana gaplarni yaxshilab eshitdik. Mana bugundan boshlab har hafta Mashan Goingni olib boraman. Xudo xolisa kechiktirmasdan bitta vaqt va tempda olib ketishga harakat qilaman. Bu animaga qiziqqan bo'lishinglarni juda istardim. Hokazo va oxirgacha men bilan bo'lishinglarni talab qolardim. Bo'lmasa hammaga xayr, keyingi hafta ko'rishguncha.